Salom do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Bugun videorolikimizda Instagramdagi videoroliklarga reaksiya qilamiz. Video ostiga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qiziqarli videoroliklar o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lishni unutmang. deb eshikni sizga ochib beradi. Mana shu insonlar haqiqiy strashniy insonlar bo'ladi. Haqiqiy strashniy insonlar. Bu insonlarni hurmat qilish kerak. Chunki juda kamyob bunaqa insonlar. Bilasizlarmi, qo'rqinchli insonlar kim? Yolg'iz insonlar. Shu yolg'izlikka ham erishishga ancha vaqt ketgan. Tajribalar, insonlar hayotidan chiqib ketgan. Ular xursand bundan. Chunki hozir Pulim bo'lsa libboy mashina yoqadi. Pulimga qarab. 200 ming dollarim bormi? Gelik olsa bo'ladi, bo'ldi, gelik yoqadi. 300 ming dollarim bormi? Range Rover Biography Mansory olmoqchimanmi? Bo'ldi, o'sha yoqadi. Pulimga qarab. 5 ming dollarim bormi? Matiz olmoqchiman, Matiz yoqadi. Pulim yo'q bo'lib turib, Mers yoqmaydi, BMW yoqadi, deya olmayman. Alyapti ustoz. Ondaysan Sardor. Nimaga birovlarni? Kimniki? Shokolad olib kelma. Xaridorga ko'p shokolad narsalar olib kelma. Ustoz shokolad ellik deydi. Alyapti ustoz. Ondaysan Sardor. Spustya всё это время ты. Hozirgi aytadigan gapimdan keyin aniq qizlar meni yomon ko'rib qolishadi. Lekin achchiq bo'lsa ham aytaman. Sizlar uchun borini berishga tayyor bo'ladigan o'g'il bolaga hech qachon imkoniyat qoldirmaysizlar. Lekin qattiqdir bir badnik, 3-4 ta qizlar bilan gaplashadigan bolalarga o'zinglarni topshirib qo'yasizlar. Nimaga? Chunki sizlar haqiqiy sevgini bilmaysizlar. To'g'rimi qizlar? Bu gapimni faqatgina yoshiga nisbatan ulg'ayib qolganlar tushunadi. Sezasizlarmi? Oldinlari mana yangi yil bayramini soatigacha kutardik, kuni mayli. Mana necha soat qoldi. Mana necha soatdan keyin bayram, gay-go'y tuzasida. Cho'ta tatinayotgandek bo'lyapti-ya. Qanaqadir avtomatik kelib qolgan ortiqcha bayram deb bo'lib tuyulyaptimi, sizlarga ham yo'q? Mana shu ulg'ayish bo'lar ekan do'stlar. Oldinlari bayramda o'yin kulgu qilamanmiz. Endi esa uydagilar uchun o'yin kulgu qilib berishing kerak. Katta hayotga xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Balki 2 yil ketar, balki 5 yil. Lekin men o'zimga bergan va'dalarimni albatta bajaraman. Et moi, j'écris le temps qui passe. Et toi, tu vis tout ce qu'on s'est dit. La nuit, la lune. Et moi, Kadr yo'q deysizlar. Yo'qlar ostdan chiqadi kadr. Mening shodligimsan, bolaligimsan. How old are you? 29. I'm 30. We missed your birthday? How old are you? 29. Puli yo'q, hozir qiynalib yurgan bolalar. Ozgina bo'lsa ham ko'ngilni xotirjam qilinglar. Rahmatlardan bitta gaplari bor edi. Bolam, cho'nchingda puling yo'qmi, boshqasi yo'qmi? Qayg'urma. Ertaga nima bo'ladi, ertaga nima qilaman? Bunaqa narsalarni o'ylama derdilar. Ertaga nima bo'ladi derdilar. Bilasanmi derdilar. Ho, adetsam, ertaga erta bo'ladi. Bolam, ko'ngling xotirjam qil derdilar-da. Shu gapni sizlarga ham ilingim keldi bolalar. Ko'ngilni xotirjam qilinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Ana cho'nchigida. Hozir sizlar mensimaydigan bolalar bor-ku, yozda ishli. Orzulardan kechishga majburlar hayot. Chunki ular kulishi uchun to'g'ri borib ko'ziga qarab gaplash. Qisqa lo'nda qilgin, nimaga o'zingiz keldingiz, uyingizdagilarni olib kelmadingiz?
iPhone'mi? Tabriklayman. Maman du travail et c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné par... Maman du travail... Biror belingiz bukilib ishlasangiz ham menga bunday sovg'a qila olmaysiz. Menga qasr qurib bera olasizmi? Xohlagan narsamni muhayyo qila olasizmi? Yo'q. Bilingizniki bo'lguncha Bir-biri bilan hech qachon chatishib ketmaydigan ikki xil rangdagi daryo suvi. Bu mo'jizani menimcha siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Hech odam yaxshi ko'rib qolsa, korobkani ichiga kirib qoladi-da, vashshi qiyin-da u insonga. U ilm iyoda tursa, odam ham oqadi. Siz bitta odamni shunchalik bog'lanib qolsiz-da, uni kuni qanaqa o'tsa sizga ham shunaqa o'tadi. Men mana shunga javob beraman. Agar oilani tortolmaydigan erkak kasb bo'lsa ham tortolmasligi mumkin. Oilada xunukroq tug'ilgandir. Yoki rizqdan sal kamroq tug'ilgandir. Akasiga solishtirmang oiladagi boshqa o'g'ilga. Oilani yaxshi pul bilan torta olmasa yoki aytgan pul topa olmasa, uni erkak emasga chiqarmang. C'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? C'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? 70 yıldız yağ. Nima ish o'ylaysiz, ha? Bog'imni to'ldirdi ertaga. 20 yoshga maslahatim. Kapitalizm shu yerda. Ikki ko'zi cho'ntagingda. Ertalab uyg'onib ko'chaga yo'l ol. Xo'p, men o'zimni tashlasam mayli. Faqat oila. Bu gapni mag'zini chaqib yaxshilab miyangizga qo'yib oling. Yozda qishni, qishda bahorni sog'inadi inson. Nima uzoqroq bo'lsa, ana o'sha narsa sog'iniladi. Aslida uchrashmoq shartmi? Shuni ham bilki, ba'zi narsalar uzoqligida yaxshiroq bo'ladi. Xor bo'lasan bilib qo'y. Yarim yo'lda tashab ketsin va'dalar berib. Xor bo'lasan. Hozir bilinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin обязательно buni oqibati effekti bo'ladi. Обязательно bo'ladi. Xor bo'lasan bilib. Kechagi kun qahramon. Necha yoshdan o'g'il bolani o'zini mashinasi bo'lishi kerak? 18 yoshda deb o'ylayman. Farqi yo'q, вообще 18 yoshdan movradi. Примерно 19-20. Hozirgi ko'p qizlarning zaprosi, men o'zimga bo'yi baland bolani xohlayman, chiroyli bo'lishni xohlayman, boy bo'lishni xohlayman, menga qilib berishni xohlayman, uyi bo'lishni xohlayman, mashinasi bo'lishni xohlayman. Salla jinniromisizlar? Bunaqa bolalar butun O'zbekistonga 1000-2000 ta maksimum. Bunaqa bolalarga sizlar nahring kerak emas. Va umrida eng oxirgi kerak bo'lgan narsa bu sizlardagi вообще-то men qiz bolaman, menga hamma должен, men hech kimga должен emasman deydigan qizlar. Tomila ketganmi? Osmondan yerga tushinglar deb damilani onlaring. Vaqt o'tgan sari o'sha odam bilmasaganda kim o'rtoq, kim yaqin, kim jigar. Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Biz urushda o'zimiz sevgan insonlar va o'z adolatimiz uchun kurashamiz. Agar raqib tomon ham shuni qilayotgan bo'lsa, unda kim haq? Hayotda hech kimga siring aytma. O'zing ichingga sig'magan siring birovnikiga sig'amadi. Sen ulg'ayotganingning eng katta alomatlaridan biri Тянет сильней, пускай меня ранит. Agar inson boshqalardan ko'proq bilsa, Ona. Когда Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı. Maman du travail c'est bien, bien. Dunyo tezligingni eshitgan edim.
o'tkinchiligingni so'ylardi hamma. Shunda ham isyonkor bandalarimizda yil tez o'tmaydi deb o'ylardi hamma. Ana u o'yinchoq bolalik xonam, kuni kecha bo'lgan o'ylab qarasam, 4 muchang sog' bo'lsin derdilar onam, 4 muchal o'tibdi o'ylab qarasam, o'sha o'yinchoqlar ovungandekman. G'am va quvonchlari tundek gap ekan, 5 kunlik dunyoni tushungandekman, muchal ham aslida kundek gap ekan. Topilmas hayotdan chiroyli jumboq, jilovla deymanda endi nafsingni, bir kuning qolgandek atrofingga boq, u endi hal qilar umr bahsingni. Do'stim, qarang, ajib holatda yangi farzand ko'rgan ayoldan deydilar, hattoki namozi ham so'ralmaydi.